Assalomu alaykum, bizni kuzatib turganlar, ana akalar, so'kalar, yangi obyektimizga tushdik. Xudo xolasa bugundan yangi obyektimiz podval bo'lyapti. Mana podvalimiz bir ko'ringlar, Xudo xolasa bitgan holatda bir ko'rib baho berasizlar. Mana shu yangi obyektimizni aylantirib, gips kartondan apshipka qilib beramiz, Xudo xohlasa. Bu yog'ini keyin remontini bu yoqqa beramiz. Tayyor bo'lsa akalar, Xudo xohlasa inshaalloh yana video qilib tashlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.